Assalomu alaykum, siz Tarixiy Timeline kanalidasiz. Bugun biz siz bilan islom kelishidan oldin Buxoro tarixi haqida gaplashamiz. Islom kelayotgan paytda, islom dini yoyilayotgan paytda Buxoroda hukmronlik qilgan ayol va uning avlodlari haqida gaplashamiz. Xo'sh, bu davrda Buxoroning ahvoli qanday bo'lgan? Bu videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz va video davomida o'z fikrlaringizni, biz unutib qolgan narsalarni izohlarda yozishingizni so'rab qolamiz. Narshahiy o'zining Buxoro tarix asarida shunday deydi: Bidun Buxor Xudod o'lgan vaqtda undan bir emadigan o'g'il bola qoldi. Uning nomi Taxshoda edi. Bolaning onasi bo'lgan xotin taxtga o'tirdi va 15 yil hukmronlik qildi. Uning davrida arablar Buxoroga kela boshladilar. Har gal kelganlarida xotin ular bilan sulh tuzar va ularga o'lpon to'lab turar edi. Aytishlaricha, uning davrida undan ko'ra donoroq bironta ham kishi bo'lmagan. U donolik bilan hukmronlik qilar, xalq unga itoatda. Uning odati shunday ediki, har kuni otga minib Buxoro hisori darvozasidan chiqar va Alafulushlar darvozasi deb atalgan Registon darvozasiga kelib taxtga o'tirar edi. Uning oldida esa g'ulomlar, xoja saroylar, ya'ni bichilgan qullar va ulug' kishilar turar edi. U qishloq aholisi uchun shunday qoida o'rnatgan ediki, har kuni dehqonlar va malikzodalar 200 nafar yigit zarrin kamar bog'lar, qilichlarini osib xizmatga hozir bo'lib uzoqda turishar. Xotin tashqariga chiqqach, hammalar ularni olqishlashar va ikki safga tizilar edi. Xotin esa podshohlik ishlari bilan mashg'ul bo'lar, yaxshilikka da'vat qilib yomonlikdan qaytarar. Istagan kishisiga sarpo kiygizar, istagan kishisini esa jazolar edi. Shu tarzda ertalabdan to tushgacha o'tirib, so'ng huzurga qaytib kirar, dasturxonlar chaqirib, hamma xizmatkorlarga taom berar edi. Kechga yaqin xotin yana shu yo'sinda tashqari chiqib taxtga o'tirar. Haligi dehqonlar va malikzodalar ikki saf bo'lib uning xizmatida turishlari shart edi. Quyosh botgach xotin taxtdan turib otga minib yana qasrga qarab yo'l olar. Yigitlar esa o'z vatanlariga, qishloqlariga qaytar edi. Ertasi kuni boshqa jamoa kelib shu safda xizmat qilar edilar. Bu nihoyatda yana o'sha avvalgi jamoaga kelib yetar edi. Shu tarzda har bir jamoa bir yilda 4 marotaba xizmatga kelishi lozim edi. Bu xotin o'lganda uning o'g'li Taxshoda podshohlikka munosib keladigan darajada katta bo'lib qolgan edi, hamda har kim bu mamlakatni egallashini ta'na qilayotgan edi. Bir vazir Turkistondan kelgan edi. Nomi Vardan Xudod. Vardoni yerlari unga tegishli edi. O'sha paytda arab sarkardasi bo'lgan Qutayba u bilan ko'plab urushlar olib borishga to'g'ri keldi. Shu Vardan Xudod o'ldi va Qutayba Buxoroni oldi. Qutayba Vardan Xudodni bir necha marta bu viloyatdan quvib tashqariga chiqardi va u qochib Turkistonga ketdi. Qutayba Buxoroni yana Taxshodaga topshirdi va uni podshohlikka o'tkazdi. Mamlakatni tamagirlikdan tozalab Taxshodaga topshirdi va uni barcha dushmanlarining qo'lini qisqartirdi. Taxshoda Qutaybaning qo'lida iymon keltirib musulmon bo'lgan edi. U Qutayba tirikligida va undan keyin Nasr ibn Sayyoh davrida Buxoro mulkini so'rab turdi. Jami 32 yil davomida Buxoro uning qo'lida bo'ldi. Taxshoda islom diniga kirgandan keyin undan bir o'g'il dunyoga kelgan edi. Taxshoda Qutayba bilan bo'lgan do'stligi hurmatiga o'g'lini Qutayba deb atadi. Taxshoda o'lgandan keyin uning o'g'li Qutayba taxtga o'tirdi. Bir oz vaqt musulmonlikda turdi-da, so'ngra marhum Abu Muslim davrida dindan qaytdi. Abu Muslim bundan xabardor bo'lib uni o'ldirdi va uning birodarlari ham, tarafdorlari ham qirib tashlandi. Undan keyin Bunyod ibn Taxshoda Buxoro taxtiga keldi. U otasi islom dinida ekanligida tug'ilgan edi. Biroq bir qancha vaqt musulmon bo'lib turdi. Muqanna paydo bo'lib, oq kiyimlar qo'zg'oloni Buxoro qishloqlariga tarqalgach, Bunyod ularga moyil bo'lib yordam berdi. Natijada oq kiyimlarning qo'llari baland keldi. Ular g'alaba qozondilar. Aloqa xat-xabar ishlari boshlig'i bu haqda xalifaga xabar yubordi. Bu vaqtda xalifa Mahdi edi. Mahdi muqanna va oq kiyimlar ishlaridan xotirjam bo'lganidan keyin Buxoroga otliq askarlar yubordi. Bunyod Faraxshi qasrida tuzib sharof ichar va darchadan qarab o'tirar edi. U uzoqdan shoshilinch bilan kelayotgan otliqlarni ko'rdi va ular xalifa tomonidan ekanligini farosat bilan anglab, qarshi chora ko'rishga kirishar-kirishmas yetib keldilar. Hech bir so'z aytmasdan qilichlari qinidan sug'urilib, ularning boshi kesildi.
Bu voqea 166-yil, ya'ni 782-yilda bo'lib o'tgan edi. Uning barcha odamlari qochib ketdi. Xalifa yuborgan otliqlar ham qaytdi. Shunday qilib, Qutayba ibn Tahshoda dindan qaytganligi sababli Abu Muslim uni birodari va xonadon ahlini o'ldirdi hamda Qutaybaning daromadli va g'allakorlik yerlari uning birodari Bunyod ibn Tahshodaga berildi. Amir Ismoil Somoniy davrigacha bu yerlar Bunyodning qo'lida bo'ldi. Bunyod ham dindan qaytib o'ldirilgandan keyin esa mol-mulk Buxor-Xudod farzandlarining qo'lida turdi. Bu mamlakat qo'ldan ketgan oxirgi kishi Abu Ishoq Ibrohim ibn Xolid ibn Bunyod bo'ldi. Ibrohim Buxoroda turar, mamlakat uning qo'lida edi. U har yili o'zining birodari Nasrga Amir al-Mo'minin Muqtadirga yetkazish uchun Mo'nahrdan olinadigan hosil va g'allalardan yuborib turar edi. Amir Ismoil Somoniy bu daromadli va g'allakorlik yerlarni uni qo'lidan chiqardi. Buning sababi o'sha vaqtda soqchilar boshlig'i bo'lib turgan Ahmad ibn Muhammad Lays bir kuni Amir Ismoil Somoniydan: "Ey Amir, shu tariqa ko'p g'allali bitadigan serhosil yaxshi yerlar Abu Ishoqqa kimdan qolgan?" deb so'radi. Amir Ismoil Somoniy unga javoban: "Bu daromadli yerlar ular Buxor-Xudodlarning mulki emas, sultonlik mulkidir", deb Ahmad ibn Muhammad Lays yana uning mulki-yu, ammo ularning otasi dindan qaytgani sababi xalifa uning qo'lidan chiqarib Baytul Mulkka aylantirgan va yana xizmat haqqi sifatida ta'minot o'tkazishlari uchun ularga berib qo'ygan edi. Abu Ishoq esa xizmati kechagina ado etmaydi, u yerlarni o'z mulki deb biladi, deb ular shunday so'zlashib turganlarida Abu Ishoq Ibrohim kirib, Amir Ismoil Somoniy undan: "Ey Abu Ishoq, bu daromadli yerlardan sen har yili qancha g'alla hosil olasan?" deb so'radi. Abu Ishoq ko'p mashaqqat va urinishlardan keyin bir yilda 20 ming dirham hosil bo'ladi, deb javob berdi. Amir Ismoil Ahmad ibn Muhammad Laysga: "Bu mavzeni sen olgin. Abul Hasan ozgina ayt. Bu har yili Abu Ishoqqa 20 ming dirham berib tursin. Bu buyruq", dedi. Ana shu sababdan u daromadli yerlar Abu Ishoqning qo'lidan ketdi va qaytib hech uning qo'liga kirmadi. Abu Ishoq 301-yili 913-yil dunyodan o'tdi va o'z avlodlarini Safna va Sevanch qishloqlarida qoldirdilar. Bugun biz siz bilan so'nggi Buxor-Xudodlar haqida gaplashgan ekanmiz. Nima deb o'ylaysiz? Ular islomdan oldin qaysi dinda bo'lishgan? Buxoro, Markaziy Osiyoda bu davrda qaysi din hukm surgan? Nima uchun ular u din uchun islomdan kechishgan, jonlarini xatarga qo'yishgan? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi tarix sahnasida ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.